Aziz tomoshabinlar, salom. Bugungi videomiz har bir nafaqaxo'rning yuragiga yaqin. Shuningdek, ularning oila a'zolari va qarindoshlari uchun ham o'ta muhim yangilik haqida bo'ladi. Hayotning eng nozik pallalaridan birida turgan, umrining katta qismini mehnatga bag'ishlagan insonlar uchun nafaqa, bu nafaqat moddiy ta'minot manbai, balki davlatning ularga bo'lgan g'amxo'rligining ham bir ko'rinishidir. Ammo nafaqa miqdori har doim ham barcha ehtiyojlarni qondirishga yetarli bo'lmagan hollarda majburiy to'lovlar har bir oyning og'ir yukiga aylanadi. May oyidan boshlab nafaqaxo'rlarga tegishli bo'lgan ayrim majburiy to'lovlar bekor qilinishi yoki ulardan to'liq ozod etilishi haqidagi gap-so'zlar ko'pchilikni o'ylantirib qo'ydi. Ko'pchilik bu xabarning qanchalik haqiqatga yaqin ekanligini bilishni istaydi. Ba'zilar buni shunchaki mish-mish deb qabul qilgan bo'lsa, boshqalar qonuniy asosini izlab sarson. Men sizga shuni qat'iy ayta olamanki, bu shunchaki gap-so'z emas, balki qonuniy asosga ega bo'lgan haqiqatdir. Va bugun men sizlarga aynan qaysi to'lovlar haqida gap ketayotganini, kimlar bu imtiyozdan to'liq foydalana olishini va buning uchun nima qilish kerakligini batafsil tushuntirib beraman. Bu ma'lumotlar sizning oilaviy budjetingizga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Har bir so'zga e'tibor bering. Hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu ma'lumotni iloji boricha ko'proq odamga yetkazishimizga yordam beradi. Zero, bu har bir nafaqaxo'r bilishi shart bo'lgan eng muhim yangiliklardan biridir. Keling, avvalo muammoning mohiyatini va uning oldingi holatini tahlil qilib olsak. Hozirgi kunga qadar, ya'ni bu yangi qonun kuchga kirgunga qadar, ko'pchilik nafaqaxo'rlar o'zlarining nafaqalari hisobidan bir qator majburiy to'lovlarni amalga oshirib kelishardi. Bularga, masalan, uy-joy kommunal xizmatlari uchun to'lovlar, jumladan issiqlik ta'minoti, markazlashgan sovuq suv ta'minoti va oqova suv, kanalizatsiya xizmatlari, shuningdek, elektr energiyasi, tabiiy gaz va maishiy chiqindilarni olib chiqish uchun belgilangan to'lovlar kabi har oylik xarajatlar kiradi. Ba'zi hududlarda, ayniqsa ko'p kvartirali uylarda yashovchilar uchun uy-joy kommunal ekspluatatsiya xarajatlari ham sezilarli miqdorni tashkil etar edi. Nafaqaxo'rlar har oy o'zlarining kamtarona daromadlarini ushbu to'lovlar bilan taqsimlashga majbur bo'lishar. Ko'pincha bu ularning kundalik ehtiyojlarini, masalan, oziq-ovqat, dori-darmon yoki kiyim-kechak xarid qilish imkoniyatlarini cheklab qo'yardi. Ayniqsa, nafaqa miqdori unchalik katta bo'lmagan sharoitda yoki agar nafaqaxo'rning qaramog'ida boshqa oila a'zolari, masalan, nogiron farzandlar yoki nabiralar bo'lsa, bu to'lovlar nafaqaxo'rlar uchun chindan ham sezilarli iqtisodiy yuk edi. Ular har oy budjetini rejalashtirishda, eng zarur ehtiyojlarni qondirishda jiddiy qiynalishardi. Hatto ba'zida to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirishga qurbi yetmasdi. Ammo mamlakatimiz rahbariyatining ijtimoiy siyosatdagi ustuvor yo'nalishlaridan kelib chiqib, aholining, ayniqsa uning zaif qatlamlarining turmush sharoitini yaxshilash, ularning moddiy ahvolini mustahkamlash maqsadida muhim va tubdan o'zgarishlar keltiruvchi qaror qabul qilindi. Bu qarorga ko'ra, may oyidan e'tiboran, aniqrog'i, joriy yilning may oyining 1-kunidan boshlab ba'zi to'lovlar bo'yicha nafaqaxo'rlarga to'liq ozodlik beriladi. Ya'ni bu to'lovlar endilikda ularning zimmasidan butunlay olib tashlanadi. Bu qanday to'lovlar degan savol tug'ilishi tabiiy. Asosan, bu uy-joy kommunal xizmatlari uchun to'lovlar, ya'ni issiqlik, sovuq suv, kanalizatsiya, maishiy chiqindi olib chiqish xizmatlari va ma'lum shartlar asosida gaz hamda elektr energiyasi uchun to'lovlar bo'yicha ayrim imtiyozlar va to'liq ozodliklar nazarda tutilmoqda. Bu imtiyozlar ayniqsa yolg'iz yashovchi, nogironligi bo'lgan, kam ta'minlangan nafaqaxo'rlar va boshqa ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarga qaratilgan bo'lib, ularning hayotini sezilarli darajada yengillashtirishga qaratilgan amaliy qadamdir. Endi esa ushbu yangilikning har bir jihatini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu imtiyozlardan kimlar to'liq yoki qisman foydalana oladi, kimlar esa xavotir olmasligi kerak? Bu juda muhim savollar. Birinchidan, shuni ta'kidlash joizki, bu imtiyoz barcha nafaqaxo'rlarga bir xilda taalluqli emas. Bu yerda bir qator mezonlar va shartlar mavjud bo'lib, ularga amal qilgan holda nafaqaxo'rlar ushbu yengillikdan foydalanish huquqiga ega bo'lishadi. Birinchi va eng asosiy mezon bu nafaqaxo'rning oilaviy ahvoli va turmush sharoiti. Ko'pincha bu imtiyozlar yolg'iz yashovchi nafaqaxo'rlarga, ya'ni hech qanday qaramog'idagi oila a'zolarisiz yashovchi keksalar yoki vasiylikka olinganlar hamda yakka nafaqaxo'rlarga qaratilgan.
Ayniqsa yolg'iz, kam ta'minlangan va nogironligi bo'lgan nafaqaxo'rlar bu dasturning asosiy benefisiarlari hisoblanadi. Shuningdek, qaramog'ida nogironligi bo'lgan shaxs, voyaga yetmagan bola yoki talaba bo'lgan nafaqaxo'rlar ham ushbu imtiyozlarning bir qismidan foydalanishlari mumkin. Ikkinchidan, nafaqaxo'rning daromad darajasi ham muhim rol o'ynaydi. Bu imtiyozlar asosan o'zining nafaqa miqdori yashash minimumidan yoki mamlakatda belgilangan minimal iste'mol xarajatlardan past bo'lgan nafaqaxo'rlarga yoki nafaqa miqdori barcha majburiy to'lovlarni qoplash uchun yetarli bo'lmagan hollarda beriladi. Bu davlatning aynan eng muhtoj qatlamga yordam berishga bo'lgan intilishini ko'rsatadi. Uchinchidan, ko'chmas mulkning mavjudligi. Odatda bu imtiyozlar nafaqaxo'rning doimiy yashash joyi bo'lgan yagona turar joyiga nisbatan qo'llaniladi. Agar nafaqaxo'r bir nechta turar joyga ega bo'lsa yoki ijara shartnomasi asosida boshqa turar joyda yashasa, imtiyozlar boshqacha tarzda qo'llanilishi yoki umuman berilmasligi mumkin. Keling, bir nechta aniq misollarga murojaat qilaylik, raqamlar va real vaziyatlar bilan. Birinchi misol, Marhamat opa 75 yoshda. U yolg'iz yashaydi va minimal nafaqa oladi. Bu taxminan 980 so'mni tashkil etadi. Unga har oy issiqlik uchun 120 so'm, sovuq suv va kanalizatsiya uchun 45 so'm, elektr energiyasi uchun 60 so'm, tabiiy gaz uchun 80 so'm va chiqindi uchun 15 so'm to'lashiga to'g'ri kelardi. Jami har oy taxminan 320 so'm kommunal to'lovlarga ketardi. Bu uning nafaqasining deyarli 3dan 1 qismi degani. Bu mablag' uning dori-darmon xarid qilishiga yoki oziq-ovqat xarajatlariga juda katta ta'sir ko'rsatardi. Yangi qarorga ko'ra, Marhamat opa kabi yolg'iz yashovchi, kam ta'minlangan nafaqaxo'rlar ushbu to'lovlardan to'liq ozod etiladi. Endilikda Marhamat opaning har oylik budjetida qo'shimcha 320 so'm qoladi. Bu pul uning hayotini sezilarli darajada yengillashtiradi. Dori-darmonlarni uzluksiz xarid qilishiga, oziq-ovqat mahsulotlarini yetarli miqdorda sotib olishga imkon beradi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, davlat aynan eng muhtoj qatlamga qo'l cho'zmoqda. Ikkinchi misol, Ahmad aka 70 yoshda. U nogironligi bor rafiqasi bilan birga yashaydi. Rafiqasi ham nafaqaxo'r. Ularning umumiy nafaqasi taxminan 1900 so'mni tashkil etadi. Ular 2 kishilik oila bo'lishiga qaramay, kommunal xarajatlari ham shunga yarasha yuqori edi. Issiqlik uchun 150 so'm, suv va kanalizatsiya uchun 70 so'm, elektr energiyasi uchun 90 so'm. Chunki rafiqasi nogironligi tufayli ko'p vaqt uyda bo'ladi, elektr asboblardan foydalanadi. Gaz uchun 110 so'm va chiqindi uchun 30 so'm. Jami 450 so'm. Bu ularning umumiy nafaqasining qariyb 24% ni tashkil etardi. Yangi qoidalar asosida Ahmad aka va uning rafiqasi kabi oilalar, agar ular ham kam ta'minlangan deb e'tirof etilgan bo'lsa va ma'lum mezonlarga javob bersa, ba'zi kommunal xizmatlar uchun to'lovlardan qisman yoki to'liq ozod etiladi. Misol uchun, ularga sovuq suv, kanalizatsiya va chiqindi to'lovlardan to'liq ozodlik berilishi mumkin. Elektr va gaz uchun esa belgilangan normativ doirasida imtiyozlar qo'llaniladi. Bu ularning budjetidan taxminan 150 so'mga yaqin mablag'ni tejash imkonini beradi. Bu mablag'ni ular o'z sog'ligini tiklash, dorilar xarid qilish yoki nabiralariga sovg'a olishga sarflashlari mumkin. Uchinchi misol, Fotima xola 68 yoshda. U nafaqaxo'r bo'lsa-da, katta yoshli ishlayotgan o'g'li bilan birga yashaydi. O'g'lining daromadi oilaviy budjetga sezilarli hissa qo'shadi. Ularning umumiy daromadi Fotima xolaning nafaqasi va o'g'lining ish haqi bilan birga belgilangan minimal iste'mol xarajatlaridan ancha yuqori. Bunday holatda Fotima xola yolg'iz yashovchi yoki kam ta'minlangan nafaqaxo'rlar uchun nazarda tutilgan imtiyozlardan to'liq foydalana olmasligi mumkin. Sababi bu imtiyozlar aynan moddiy yordamga eng muhtoj bo'lganlarga yo'naltirilgan. Bu yerda ehtimol faqatgina ma'lum bir xizmat turiga yoki xizmat hajmining ma'lum bir qismiga chegirma berilishi mumkin, lekin to'liq ozodlik ko'zda tutilmagan. Bu misol shuni ko'rsatadiki, imtiyozlar tizimi adolatli tarzda, ya'ni eng muhtojlarga yo'naltirilgan holda ishlaydi. Bu o'zgarishlarning asosiy sababi davlatning aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga, ayniqsa nafaqaxo'rlar va boshqa zaif qatlamlarning turmush sharoitini yaxshilashga qaratilgan siyosatidir.
Maqsad pensionerlarning moliyaviy yukini kamaytirish, ularning hayot sifatini oshirish, pensiyalarning xarid qobiliyatini oshirish va ularga yanada farovonroq hayot kechirishlari uchun sharoit yaratish. Bu choralar nafaqat moddiy, balki ruhiy jihatdan ham katta ahamiyatga ega, chunki keksalar davlat gamxo'rligini doim his qilib yashashlari kerak. Har qanday imtiyozlar tizimida bo'lgani kabi, bu yangi qoidalarda ham ba'zi istisnolar, nozik jihatlar va kutilmagan to'siqlar bo'lishi mumkin. Ular haqida siz ogoh bo'lishingiz kerak. Bilmaslik keyinchalik tushunmovchiliklarga yoki hatto imtiyozlardan mahrum bo'lishga olib kelishi mumkin. Birinchidan, imtiyozlardan kimlar to'liq foydalana olmaydi yoki faqat qisman ozod etiladi. Bular yuqorida aytib o'tganimdek, yuqori daromadga ega bo'lgan nafaqaxo'rlar, masalan, rasman ishlayotgan yoki sezilarli passiv daromad manbalariga ega bo'lganlar. Bunday hollarda ularning umumiy daromadi belgilangan chegaradan oshib ketganligi sababli ular ushbu imtiyozlarga to'liq da'vo qila olmaydilar. Shuningdek, katta uy-joylarda yashovchi va haddan tashqari ko'p kommunal xizmatlar iste'mol qiluvchi nafaqaxo'rlar ham to'liq ozod etilmasligi mumkin. Davlat odatda iste'molning ma'lum bir normativ hajmini subsidiyalaydi. Masalan, agar bir oyda 200 kWh elektr energiyasi yoki 30 kubometr gaz uchun to'lovdan ozodlik berilgan bo'lsa, ushbu normalardan oshgan qismi uchun to'lovni nafaqaxo'rning o'zi amalga oshirishi lozim bo'ladi. Bu cheklov resurslarni oqilona ishlatishni rag'batlantirishga qaratilgan. Ikkinchidan, o'z nomida bir nechta mulkka ega bo'lgan nafaqaxo'rlar ham alohida holatda ko'rib chiqiladi. Odatda imtiyozlar faqat nafaqaxo'rning doimiy ro'yxatdan o'tgan va yashaydigan yagona turar joyiga nisbatan qo'llaniladi. Agar nafaqaxo'r ikkinchi yoki uchinchi turar joyga ega bo'lsa, u holda bu mulklar uchun kommunal to'lovlar odatiy tartibda amalga oshiriladi. Uchinchidan, kommunal xizmatlar uchun to'lov kvitansiyalari nafaqaxo'rning emas, balki u bilan birga yashayotgan ishlovchi oila a'zosining nomiga rasmiylashtirilgan bo'lsa, bu ham muammolarga olib kelishi mumkin. Bunday holatda imtiyozni olish uchun to'lov shartnomalarini nafaqaxo'rning nomiga rasmiylashtirish zaruriyati tugilishi mumkin. To'rtinchidan, byurokratik jarayonlar va ehtimoliy tushunmovchiliklar. Afsuski, har qanday yangi tizim joriy etilganda, ba'zida ma'lumotlarning yetishmasligi yoki xodimlar orasidagi noaniqliklar tufayli muammolar yuzaga kelishi mumkin. Ba'zi kommunal xizmat ko'rsatuvchi korxonalar, ayniqsa yangi qoidalar to'liq singib ketmagan dastlabki bosqichda, bu imtiyozlarni qo'llashda sustkashlik qilishi yoki hatto rad etishi ham mumkin. Bu holda nafaqaxo'r o'z huquqlarini bilishi va ularni talab qilishi juda muhim. Shuni unutmangki, bu may oyi uchun to'lovlardan ozod qilish oldingi davrlardagi qarzdorliklarni qamrab olmaydi. Agar oldingi davrlar uchun qarzdorliklar mavjud bo'lsa, ular alohida tartibda hal etilishi kerak. Beshinchidan, noaniq nuanslar. Masalan, internet, telefon, kabel televideniyasi kabi xizmatlar odatda kommunal xizmatlar qatoriga kirmaydi va ular uchun to'lovlar imtiyoz doirasiga kiritilmasligi mumkin. Bu faqatgina davlat tomonidan tartibga solinadigan asosiy uy-joy kommunal xizmatlariga taalluqli bo'ladi. Shuningdek, nafaqaxo'rlar uyushmasi, masalan, kooperativ uy-joy a'zolari uchun belgilangan uy-joyni saqlash badallari ham alohida holatda ko'rib chiqilishi mumkin. Ba'zi hollarda bu to'lovlar ham imtiyoz doirasiga kiritilishi mumkin, lekin bu mahalliy qonunchilik va kooperativ nizomiga bog'liq. Oltinchidan, oila tarkibining o'zgarishi. Agar imtiyoz oluvchi yolg'iz nafaqaxo'rning oldiga ishlayotgan oila a'zosi qochib kelsa, bu uning imtiyoz olish huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Bunday hollarda fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlariga, mahallaga o'zgarishlar haqida xabar berishlari kerak. Xulosa qilib aytganda, bu imtiyoz juda muhim bo'lsa-da, har bir nafaqaxo'r o'zining shaxsiy holatini sinchkovlik bilan o'rganishi va qoidalarni to'liq tushunishi kerak. Savollar tugilganda mutaxassislardan aniqlik kiritishdan tortinmang. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu imtiyozdan foydalanish uchun siz nima qilishingiz kerak? Har qanday yangi imtiyozdan foydalanish uchun odatda ma'lum bir tartib-qoidalar va hujjatlar talab etiladi. Bu o'z-o'zidan avtomatik tarzda sodir bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun faollik ko'rsatishingiz zarur. Birinchi qadam, ma'lumot to'plang va aniqlik kiriting. Avvalo, sizga aynan qaysi kommunal xizmatlar bo'yicha imtiyoz berilayotganini va bu imtiyozdan foydalanish shartlarini aniqlashtiring.
Bu ma'lumotlarni pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limlaridan, fuqarolarning o'zini boshqarish organlaridan, mahalladan yoki davlat xizmatlari markazlaridan olishingiz mumkin. Ba'zida mahalliy kommunal xizmat ko'rsatish tashkilotlari ham bu borada ma'lumotga ega bo'lishadi. Ikkinchi qadam, kerakli hujjatlarni to'plang. Imtiyozni rasmiylashtirish uchun sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Ro'yxat aniq tartibga qarab o'zgarishi mumkin. Shuning uchun oldindan aniqlashtirgan ma'qul. 1. Pasport nusxasi va asli shaxsni tasdiqlovchi hujjat. 2. Nafaqaxo'r guvohnomasi nusxasi va asli. 3. Oxirgi 3-6 oydagi kommunal xizmatlar uchun to'lov kvitansiyalarning nusxalari. Bu sizning iste'mol profilingizni va to'lov shartnomasi kimning nomiga rasmiylashtirilganini ko'rsatadi. 4. Oilaviy tarkib to'g'risidagi ma'lumotnoma mahalladan olinadi. Unda oila a'zolarining soni, yoshi va ularning ish bilan bandligi yoki band emasligi ko'rsatilgan bo'ladi. Agar yolg'iz yashasangiz, bu haqda ham ma'lumotnoma olishingiz kerak. 5. Daromad to'g'risidagi ma'lumotnoma. Agar nafaqangizdan tashqari boshqa daromad manbalaringiz bo'lsa yoki talab qilinsa. Ba'zida faqat nafaqa miqdori haqidagi ma'lumot pensiya jamg'armasidan avtomatik olinadi. Ammo ayrim hollarda, ayniqsa oila daromadini hisoblashda bu talab qilinishi mumkin. 6. Nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnoma. Agar siz yoki qaramog'ingizda nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa. 7. Alohida holatlar uchun boshqa hujjatlar, masalan, faxriy guvohnomasi, ko'p farzandli oila ekanligini tasdiqlovchi hujjat va boshqalar. 3-qadam, arizani yozing. To'plagan hujjatlaringiz bilan birga imtiyoz berishni so'rab, belgilangan namunadagi arizani to'ldirishingiz kerak. Arizada o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz, imtiyozdan foydalanish sabablari va aynan qaysi to'lovlar bo'yicha ozodlikni so'rayotganingiz aniq ko'rsatilishi lozim. Sizga ariza yozishda davlat xizmatlari markazlari xodimlari yoki mahalladagi mas'ul shaxslar yordam berishlari mumkin. 4-qadam, hujjatlarni topshirish joyi. Hujjatlarni pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limlariga, davlat xizmatlari markazlariga yoki fuqarolarning o'zini boshqarish organlariga, mahallaga topshirishingiz mumkin. Bu tashkilotlar murojaatlarni qabul qilib, ularni tegishli tartibda ko'rib chiqadi va qaror qabul qiladi. Qayerga topshirish aniqroq bo'lsa, o'sha joyga murojaat qiling. Ko'pincha davlat xizmatlari markazlari bu jarayonni osonlashtiradi, chunki ular yagona darcha tamoyili asosida ishlaydi. 5-qadam, ko'rib chiqish muddati va qaror. Sizning arizangiz va hujjatlaringiz qonunchilikda belgilangan muddat ichida ko'rib chiqiladi. Odatda bu 10-15 ish kunini tashkil etadi. Qaror qabul qilingandan so'ng sizga yozma ravishda xabar berilishi kerak. Agar ijobiy qaror qabul qilinsa, imtiyoz may oyi uchun to'lovlarga nisbatan qo'llaniladi va keyingi kvitansiyalaringizda bu o'zgarishlar aks etishi kerak. 6-qadam, muammolar yuzaga kelsa nima qilish kerak? Agar sizning arizangiz asossiz ravishda rad etilsa yoki kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar imtiyozni qo'llashdan bosh tortsa, xavotir olmang. Siz bu qaror ustidan shikoyat qilish huquqiga egasiz. Dastlab yuqori turuvchi organlarga, masalan, tuman, shahar hokimligiga, keyinroq esa prokuratura organlariga yoki sudga murojaat qilishingiz mumkin. Barcha muloqotlarni yozma ravishda olib borishga harakat qiling va har bir hujjatning nusxasini o'zingizda saqlang. Bu sizning huquqlaringizni himoya qilishda muhim dalil bo'lib xizmat qiladi. Aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek, bu nafaqaxo'rlarimiz uchun juda katta ahamiyatga ega bo'lgan, real moddiy yengillik beruvchi imkoniyatdir. Bu yangilik shunchaki qog'ozda qolib ketmasligi, balki har bir muhtoj nafaqaxo'rning eshigini taqillatib kirib borishi kerak. Mazkur imtiyoz shubhasiz minglab oilalarning hayotini o'zgartirib, ularga yanada ko'proq erkinlik va osoyishtalik baxsh etadi. Bu davlatimizning ijtimoiy siyosatdagi gamxo'rligining yorqin namunasidir. Bu juda muhim imkoniyat. Uni qo'ldan boy bermang. Bugun olgan ma'lumotlaringizni atrofdagilaringiz bilan, ayniqsa nafaqaxo'r qarindoshlaringiz va tanishlaringiz bilan baham ko'ring. Ularga ham bu imtiyozdan foydalanishda yordam bering. Kommentariyalarda o'z fikrlaringizni yozing. Bu imtiyoz haqida eshitganmisiz? Unga qanday qaraysiz? Balki sizda allaqachon bu borada tajriba bor.
O'z tajribangizni baham ko'ring, boshqalarga foydasi tegishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu ma'lumotlarni boshqalarga ulashish orqali siz ham katta savobga erishasiz va mamlakatimizdagi ijtimoiy adolatni mustahkamlashga o'z hissangizni qo'shasiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.